Qizlar, hozir burun qonashlar juda ko'payib ketgan, chunki virus birinchi o'rinda vitamin C, ya'ni antioksidant bo'lganligi uchun zaxirasini yo'q qiladi. Vitamin C kapillyarlar mustahkamligi uchun juda ham kerakli vitamin hisoblanadi. Ikkinchisi, burun bitayotganligi uchun biz Sinoprenaksil yozib beryapmiz, chunki majburmiz. Ochmasak bo'lmaydi. 5-7 kunga holatga qarab yozilyapti. Lekin ularning asorati burunni quritish. Shuning uchun kapillyarlar qurib qolgandan keyin ozgina aksirsa ham qonab ketyapti. Uchinchidan, biz burunni yuvayotgan paytimizda bolalar burunni mana bunaqa qilib jiyirib olgandan keyin yoki qimirlatgandan keyin travma asosida qonayapti. Demak, nima qilishimiz kerak? Apteka shaklida askarbitin tabletkasi ichiladi yoki bioktin добавка shaklida 1000 dozadan 3 mahal ovqatdan keyin berasizlar. Burunni saryog'lash, bodom yog'i, olivka yog'i yoki bat shaklida palminoz sprey sepiladi. To'g'ri ovqatlanish.